do'stlar, bir xondan jidoyi viloyat Taqor mantiqai o'yinlari qariya Shamardan shoir Hidoyatullajon Muhammadini xos o'z farmoyishlariga taqdim bo'ladi va uni bevafo sevgilisining farmoyishi bor. Shularning farmoyishiga saf bo'ldi shoir Hidoyatullajon Muhammadini o'z yozgan she'rlaridan Ahmad Malik qo'ynisasiga eshitdik. Sog' bo'ling do'stlar. Koydum bevafo yo'lingga borgin endi Xudo yoring. Koydum bevafo yo'lingga borgin endi Xudo yoring. Ishonmayman yolg'oningga, yolg'onchi qiz Xudo yoring. Ishonmayman yolg'oningga, yolg'onchi qiz